Bu videoni olish bizdan maqsad Kia'ni yomonlash emas, lekin mana shunday loqaydlik bo'libmi bilmadim. Ademaster, Jizzax Kia Sonet bo'ladi mana. Avtomobilimiz Kia Sonet. Kia Sonet biz buni yon qismidan o'darib bor edi. Mana shunday olib almashtirganmiz. O'zi bori yo'llarni qo'yib berganmiz, ikkita eshiklarni almashtirib qo'yganmiz. Lekin biz mana shuni ikkalasini ham kesganmizda, mana shu narsaga duch keldik. Ichlari zanglab ketgan. Hali 1 yoshga ham to'lmagan avtomobil, lekin ichlari mana shunday zanglab ketgan. Gruntovka tegmaganmi yo vannaga tiqganda gruntovka kirmayaptimi ichiga? Bu lekin ko'pga bormay, ya'ni zanglab tushib ketish ham ehtimoli kattaroq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana ichlarida gruntovkasi yo'q, mana buni zanglab ketgan. Hali 1 yoshga to'lmagan mashina. Egalari ham bu narsani ko'rib juda ham xavotirga tushib qoldi. Nima qilishini bilmay to'lmagan. Endi insof o'zingizga bersin. O'zi biz Cobalt'ni misol uchun qancha ko'zini kesganmiz, 5 yillab turgan yomg'irda, lekin zanglash bo'lmagan. Buni Kia olmoqchi do'stingizga tarqatib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.